عن أنس بن مالك شرط حديث أنس بن مالك خبرته Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem goylesine qarata hem balalarına qarata eng rahimlisi bo'lgan, eng rahimli kishi bo'lgan. Shunga ko'ra agar sen bugun balalarına qarata, goylanga qarata, ya'ni xotiningga, shulay atiyaningga rahimli tugul ekan, demak sen Peygamberimizning sunnati bo'yicha bormaysan. Sen Peygamberimizning dinine qarshi kelasan. Chunki Peygamberimiz o'zining oilasini, o'zining bolalarına eng rahimlisi edi. Ham Peygamberimizda bizning uchun o'rnak. Shunga ko'ra biz de bugun o'zimizning eng rahimli sifatlarimizni o'zimizning oilamizga, xotinlarimizga, balalarimizga, atiyanlarimizga, shulay tuganlarimizga ko'rsatarga tiyishmiz.